Leksiyemizi davamlaştırmaz hürmetli vatandaşım. Bugün Amerika matbuatları Prezident Obama tarafta Janubi dengiz junguni chekleydigan zor bir hareket pishib etilmoqda deb ko'rsatdi mavzuli xabar 3-oyning 16-kuni Buyuk Iroq orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Mushu cho'ng mavzuli xabarning ostida Amerika amaldorlari dünya urushining birinchi pay o'qi Janubi dengizda etilishi mumkin dedi. Mavzuli xabar mı qo'shimcha qilindi. Xabar endi rasmiy xabar mundaq boshlandi. 3-oyning 14-kuni Prezident Obama alayda vakillarining yig'iniga qatnashganda mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyo Tinch okeani strategiyasini davomli ilgari surdi. Buning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari ittifoqdosh davlatlar va Sharqi Janubiy Osiyo ittifoqiga a'zo davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni davomli kuchaytirib, TPP erkin savdo tashkilotini o'rtaq taraqqiy qildirdi. Prezident Obama ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Janubiy dengizni bexatarlik va muqimlikni kafolatga ega qilishda Amerikaning majburiyati bor. Diqqat vatandoshim, diqqat qiling ma bir jumlaga. Prezident Obama ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Janubiy dengizni bexatarlik va muqimlikni kafolatga ega qilishda Amerikaning majburiyati bor. Matbuotlar mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama hukumati Janubiy dengiz masalasi bo'yicha Jungo bilan Amerika o'rtasidagi barliq masalalarni oshkorlash niyat qildi. Diqqat vatandoshim. Yo'q dedik Amerikaning majburiyati va endi bu jumlaga diqqat qiling. Matbuotlar mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama hukumati Janubiy dengiz masalasi bo'yicha Jungo bilan Amerika o'rtasidagi barliq masalalarni oshkorlashni niyat qildi. Washington Post gazeti 3-oyning 15-kuni maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungoning Janubiy dengizda havo mudofaasida farqlantirish rayini qurishi mumkinligiga taqobil turish uchun Aqsaray tig'ma-tig' elishadigan taktikani o'ylashyapti. Aqsaray taqobil turish uchun Janubiy dengizda tig'ma-tig' elishadigan taktikani o'ylashyapti. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Sharqi Osiyo va Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Kurt Campbellning so'zini naql keltirib mundaq ko'rsatildi. Janubiy dengiz bu Pearl Harbor porti emas. Har qaysi taraflar agar diqqat qilmaydigan bo'lsa, 8-oyda o'q chiqib ketish hodisasi yuz berishi mumkin. Bu 8-oyda o'q chiqib ketish degan vaqt oldimizda 8-oyda o'q chiqib ketadi degan gap emas, balki tarixda shunday bir ish bo'lgan bo'lsa kerak. Men lug'at axtarib topolmay qoldim. Endi bu bir siyosiy hodisa ekan, bu urushning boshlanishi bo'lgan bir hodisa. 8-oyda o'q chiqib ketish hodisasi deydi, bu tarixda bo'lgan voqea bo'lsa kerak. 8-oyda o'q chiqib ketish hodisasi yuz berishi mumkin. Kurt Campbell mundaq hisobladi. Har qaysi taraflarning xato hukm qilishi Birinchi Dünya urushining portlashiga sabab bo'lgan. Kurt Campbell Osiyo va Tinch okean ishlari bo'yicha muavin yordamchi davlat ishlar kotibi Kurt Campbell apandi mundaq dedi. Birinchi Dünya urushining portlashiga sabab bo'lgan Kurt Campbell yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama hukumati vaziyatni aniq tanib, ehtiyotkorlik bilan tadbir qo'llash kerak. Dünya urushi portlashdan avvalgi har xil avvallardan hushyor bo'lishi lozim. Bu gaplar og'ir gap vatandoshim. Prezident Obama hukumati ehtiyotkorlik bilan tadbir qo'llash kerak. Dünya urushi portlashdan avvalgi har xil ahvollardan hushyor bo'lishi lozim. Prezident Obama 2015-yil o'tkazilgan Amerika Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari yig'inida mundaq ko'rsatgan edi. Har qaysi taraflar tadbir qo'llanib,
Janubi dengizde ciddi vaziyetning örlep ketişinden saqlanish kerak. Cümleden aral qurilishini, toq tutishni ve talash tartish bo'layotgan rayonlarda harbiy harakatlarni to'xtatish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Lekin Jungo Amerikaning nasihatlariga quloq solmay, Janubiy dengizda qasdan raketa o'rinlashtirdi va radar o'rinlashtirdi. Jungo demak nasihatga quloq solmadi deydi tahlilchilar. Janubiy dengiz meselesi vatandaşım. Aksaray'ın pozisiyası da özgürlük yüz verdi. Devamını anlayışı devamı şu. Aksaray'ın pozisiyası da özgürlük yüz verdi. Amerika Şarkı Canubi Asya devletleri bilen hemkarlıkta küçeytip, Jungo'nun teşebbüsleri xares ilan kılıdığan buldu. Dikkat vatandaşım. Aksaray'ın pozisiyası da özgürlük yüz verdi. Amerika Şarkı Canubi Asya devletleri bilen hemkarlıkını küçeytip, Jungo'nun teşebbüslerine xares ilan kıldı. İlan kılıdığan buldu. Keçirinler, xares ilan kılıdığan buldu. Jungo'nun Amerika turistlik baş elçisi Volkuchsi gazeti muhbirinin ziyaretini kabul kılganda mundaq ko'rsatdi. Jungo karşı harbiy ittifaq tashkillash siyosati aksicha unum berdi. Ahmoqlikqa uchiga chiqqanlikdir. Baş elçi Sütyenkay mundaq ko'rsatdi. Birden-bir tushundirish shundaq bo'ladi ki, bu harbiy ittifaq Jungo'ni düşman o'rniga qo'ydi. Bu intayin xatarlik. Sütyenkay Jungo'ning Washington turishlik baş elchisi bu oxirgi bir abzas so'z baş elchi Sütyenkayning so'zi ekan vatandoshim.